Assalomu alaykum. Kattalar, jigarida sirroz aniqlangan. Xo'p, jigar qotishi, jigar qurishini boshlang'ich etaplari aniqlangan. Xo'p, shu bilan birgalikda ichi ko'p qotadigan, qabziyatdan aziyat chekadiganlar, yosh bolalar ham albatta, yosh bolachalar ham bo'lsa, hamda yosh bolaning asab tizimida muammosi borlar. Jizg'anak deymiz, ko'zi biroz g'ilaylikka tortadigan, kechalari o'ta ko'p bezovta bo'ladigan bolalar deymiz. Mana shu kabi shikoyati borlar, ekranga yaqinroq kelinglar. Bugun ma'lumotimiz qoqigul. Ruschasiga adovanchik deydi. Mana shu haqida bo'ladi. Qisqaroq qiladigan bo'lsak, qiladigan ishimiz mana shunaqa bargi bilan olasizlar. Mana yo'lli bo'ylarida ko'p, o'zi yo'lli bo'ylarida ko'p giyohlarni olishni tavsiya bermas edim, lekin hozir berayotganim sababi yomg'irdan keyin hamma yoq havo toza. Keyin buni yaxshi tarafi qaranglar. Yomg'irdan keyin ko'p ochiladi-da bu. Bundan foydalanib qolish kerak. Bu nimamiz, jarayonimiz ko'p davom etmaydi. Davom etsagina bir 10 kun, 15 kun davom etadi. Bundan foydalanib qolish kerak o'rtoqlar. Qiladigan ishimiz mana shunaqa bargi bilan olasizlar. Bir 4 ta 5 tasini olinglar, shundoq. Gullari, barglari bilan olib turib, to'g'rab, ozgina zaytun yog'idan solib turib, salat qilib yeyinglar. Xohlasanglar tamildori, xohlasanglar bodring, xohlasanglar boshqa ko'katlar ham aralashtirib oling. Asosiysi mana shu qoqigulimiz ichida tarkibida mavjud bo'lsa bo'ldi. 4 ta 5 tasi bitta odamga. Ikkita ovqatning o'rtasida bitta idishga salat qilib tayyorlab, kuniga bir mahal yesanglar, iste'mol qilsanglar kifoya qiladi. Xo'p.